Necha pul bo'ldi aka? 17 million so'mga baraka bo'libdi mana shu buqamiz. Gibrid shved. Mana. Yo, buni. Bo'ylari 1.5 atrofida udara. Assalomu alaykum Ramiz O'z kanalining obunachilari. Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari. Bugungi sanamiz 19-oktyabr. Manzilimiz Toshkent viloyati Bo'ka tumani chorva bozoridan videorolik tayyorlashni boshladik. O'sha gap akalar, bitta bosib o'tamiz, like'ni. Esingizdan chiqib qoladi aka, keyin video davomida bitta bosib qo'ying. Keyingi videolarni chiroyli chiqish uchun va bozorga har kuni kelish uchun like'lar kam bo'lyapti. O'shaning uchun ko'proq bosinglar va hammadan iltimos qilamiz. Video roliklar, reklama video roliklarni ham o'tkazib yurmasdan bitta like bosib o'tinglar. Xabarni berib qo'yaman, kecha kunduzi Toshkent viloyati Ohangaron tumaniga zot Rossiyadan Avlikol Greenford buqalari keldi. Videoni YouTube kanalimga joylaganman, o'tib ko'rishingiz mumkin. Hozir olib chiqib ketgan buqani 17 millionga olibdilar. 2-3 million qo'shasiz, Avlikoli zo'ridan olib ketasiz. Sizlarga uchini chiqarib o'tib ketdim. Xo'p. Ko'chatlardan boshlaymiz. Qo'ying buni Ramiz aka. Sotildimi? Sotildi mana. Qanchaga? 10 million bo'ldi. 10 million so'mmi? Baraka. Qora teri yomonmas. Yaxshi. Mayda bor shuda endi, to'g'rimi? Ha, qo'shadi, bahorgacha ochsa yaxshi bo'lib ketadi. Kimiki ekan? Sotyapsizmi? Qanchaga? 4 million 800. Ha? 4 million 800. 4 million 800 ga. Nima bu? Qana? Va tanachi ekan. Bozordagi eng arzon mol bo'ldi. 4 million 800. Gap yo'q. Kim oldi buni? Necha pul bo'ldi? 16 million 700 ming. Mana. Shokolad jaja. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima pul sanayapsizlar? Boyfatdik. Qaysini? Mana uni. Qancha bo'ldi? Buni 13 million bo'ldi. 13 million so'mga baraka o'tmasin bu. Gibrid necha pul bo'ldi? Do'stim, necha pul bo'ldi? 18? 18 million 500 ga baraka o'tdi. Gibrid. Yaxshi narsa olibdilar, yaxshi buqa olibdilar. 18,5. Mana, qo'dasi ham zo'r. Hoji. Assalomu alaykum. Xo'p, ko'chat buqalarning bir narx-navosini bilib o'tishdan davom etamiz. Necha pulga chiqdi bu? 10 ga berilmayapti. Qanday qilib turing? 10 million so'mga berilmayotgan buqachani ko'rib qo'yinglar. Abdulloh akam vobshe arzon qo'yar ekan. Qancha so'rayapsizlar? 11,5 ga 10 ga berilmaydi. Malades. Nech pul deyapsiz? 13 million. 13. Bozorchi? Ha, bozor 13. Ha, bozor 13 qilyapti. Nech pul so'rayapsiz aka? 11,5. Qancha qildi mashina? 10,5. 10,5 ga bermaysiz? Yo'q. Zo'r ekanligi bor. Mana. Hop. Necha pul ekan bular? 14. 14 dan, ha? Necha pul qilyapti? 12,5. 12,5. Necha oylik bo'lgan? 5-6 oylik. 5-6 oyliklar, ha? Ko'rib guvoh bo'lib qo'yinglar. 14 milliondan so'ralchi. 12,5 million so'mdan berilmayapti. 5-6 oylik buqachalar. Yaxshi. Zo'q qo'ying bir. Yo'q, nima bo'pti? Yo'q, odam qo'rqadi.
Qaranglar, bozorda eng arzon buqachani topdim. 9 million 300 ming so'mga baraka bo'ldi. Ya bunda nima maratoni bor edi? Bormidi? Ketib qoldi. Kechroq keldida. Mana. Yaxshi, yomon emas. Rahmat. Mana. Zo'r. Olsangiz, pulga pul qo'shadigan buzoqlar ko'chatlar bo'ladi. Qancha qilyapti? 11 million 200 qilyapti. Buni? Buni ekan akalar. 11 million 200. Bo'ylari 1 metr. Gram chiqmasa kerak. Berdingizmi? Barakasi. 11 million 200. Mana. Assalomu alaykum. Qancha qilyapti? 12 million 300 deydi. Qaysi o'rni? Bunisini? 12 million 300 ming so'mga berilyapti. Sizlar yaxshimi? Ha endi u aytilgan ancha bo'ldi. Yaxshi bo'ling. Meni ham ketaylik shuni. Bu yo'lda tursa turaveradimi? Ketish kerakmi? Sizlarda ixtiyoriy. Men aytdim, men 13 emas, 13 dan sizlar beraman deyapman. Ha bizim sizlarga 200 ming desam olaman, uchalanga 300 ming so'm sizlar beraman. 4 kishiga 300 ming sizlar beraman, 13 degan yo'q, 13 dan hozir sizlar beraman dedim. 300 ming yeb ishlarga tashlab beray. Ha do'stim, bosib yuboring 13 dan kamiga bo'lsa. Hadi bermaydi aytdi unaqasini. Zo'rlik. O'zingiz mollaringizmi? Ha. 12 milliondan 13 dan pastiga o'tib bering deyapti. Ha bu sizlarga? Ha. Assalomualaykum. Qandaysiz? Obayon, nima bo'ldi? Soat bo'lganini bilib keldim. Bo'ldi, boring. Nima bo'ldi? Ha? Qancha qildingiz? 36. Uchalasini? Mol kimniki o'zi? Bor bizniki. 36 ga berilmayapti. Yo'q, yo'q. 36 million so'm pul odaman. Qaranglar, zo'r maslahat bermoqchi bo'laman Shakaga, agar bilmadim endi oson olib qoldi. Olmasa, qaranglar, mana shu 3 ta jaydarning o'rniga shu Ohangarondan buqalar chiqardik. 36 million qilyapti ekan. Mayli 40 million yo 42 million so'mga buni o'rniga avlikollarni chiqardik. Hozir uni ham shunday syomkaga telefonda o'sha yerda ham ko'rsatib beraman. Mana Hamzaga hammaning kanalida bo'lsa ham meni kanalimda narxi aytilmay o'tib ketdi. 18 milliondan 22 million so'mgacha so'ralishi mana shu buqalarni. Kommentariyada javobinglarni kutaman. Kim qaysini olgan bo'ladi? 3 ta mana shu buqani olgan bo'larmi? Yo 3-4 million qo'shib, mana shundan 2 tani olib boqqan bo'larmi? Mana buqalarni ko'ringlar. Endi buni qaranglar. 8 million 500 dan 22 million so'mgacha avlikollarni tozalari.
Bu videoni ko'rsatishimdan maqsad sizlarga reklama qilish emas. Bu buqalarni sizlarga ko'rsatmasam ham sotilib ketadi, lekin to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu buqalarni so'ygunizcha 1,5-2 yil boqasiz. Mana shularni 1 yil boqing, 300 kilodan go'sht qiladi. Qanchaga bermas? Qayerda bo'lgan? Samaraga 13 dan gap bu necha yosh? Qancha qo'ydi bo'lsa? 13. Qanchaga berasiz aka biz? Molga javob. 13 million so'mga berilmagan ekan mana shu. Dastlabki ichida ketadi endi. Xo'p, kuzatamiz. Necha pul bo'lyapti? 20? Qaysi ikkitasimi? 23 million so'm savdo bo'lyapti mana shu kalasi. Beriladi. Xo'p. Paltarashkalik o'tdi. Necha pul deyapmiz aka buni? 17 so'rayapman, 15 qilyapti bozor. Bozor 15 million so'mga berilmadi shu. O, odam cho'chitib syomka qilib ketaman. Necha puldan deyapsiz? 16 dan so'rayapman. 16 dan, ha? Yaxshi, yomon emas. 1.10lik buqalar. 16 dan so'ralish. Chotkilar. 5 million 300 ga 14 million 800 so'rayapti. 15 million 300 buni qildi, 14 million 800 buni qildi bozor. 1.10lik 1 yosh 8 oylik atrofida buqalar. Beradigan 16 dan so'rayapman, kamisiz. Nima bozor beraman aka? Yo'qman, tanlab olaveradi. Necha pul deyapsiz uni? Qanchaga? 15,5. 15,5 ga? Zo'r. 15 million 500 bo'ldi. 1.10lik. Necha pul deyapsizlar buni? Sotildimi? Yo'q, savdo qilyapti. Savdo qilyapsiz. Qancha qildingiz? 11,5 million so'm. Necha pul ekan bular aka? Egasi yo'q ekan. Necha pul ekan bu aka? 16,5 so'radim. 16 million 500 so'ralish. Qancha qildi? 15 ga. 15 pul bozor. Mana. Necha pul deyapman? Bozormi? Yaxshi. 17 million 200 ga bermabdi shuni. Necha pul so'rayapsiz aka bunga? 17 so'rayapti. 17 million so'm mana gibridcha. Biri 15 chiqib qolsa kerak bo'ladi. Shunga yaqin. 1.20 yo'q lekin. Necha pul bo'pti? Qancha bo'ldi aka? 16 million 700 ga baraka bo'ldi. Bozorda nima yo'q? Bozorda semiz buqa yo'q. Juda kam. To'lib turadi. Bo'm-bo'sh bo'ldi. Buqani ko'ringlar. Necha pul deyapmiz aka? 18. Qancha bo'lgan yoshi? 1 yillik. Oxirda tug'ilgan. Gapi. Necha pul bo'ladigan? 16,5 bersam olib ketaversin. 16,5 mi? Bosib yuborasizlarmi akalar? Necha yil nomi?
93lik. 93lik. 185, 185, 88, 88, 20. 20. Bo'lgani qayerda? Achamayli. Achamayli, zo'r lekin. Bosoring, orqalari ham kelishgan. Qancha deyapsiz aka? 19,5. Bozorchi? 16,5. 16,5 bo'ldi. Necha oylik bo'ldi bu? 8 oylik, buzoq. Ko'rinib turibdi, yosh. Necha pul deyapsiz? Buni 19 million qilyapti. Bozori gibridcha anguscha 19 120 plus manimcha chiqsa kerak. Nechilik nomer aka? Bundan biri 10 ta bor. Bor-a? Ha. To'qolmi? To'qol. Nechilik? 90lik. 90lik 016 016 79 80. 79 80 ekan. Adres qayerda? Adres Begobod. Begobod kelganlar ko'ringlar mana zo'r. Boqadigan ekan. Uzungina. Xo'p, yemga tashiydigan variantlarni ko'ramiz. Sotildimi? Necha pulga? Oh. 16 million 600 ga baraka bo'libdi shu. Moqta meniki. Kattagina bu qol. Qancha bu? Qancha deyapsiz? 16,5 kami bor. 16,5 kam bor, ha? Mana. Yil o'zida yemlab borsa bo'ladi. 14 million 800 chiqdi. Katta mol arzon bo'lyapti. Lekin prosta belamiz bo'lmaydi. Darvozani men to'layman. Prosta men belamiz bo'lib qolaman keyin. O'zi shundan bo'ldi. Niyatni chekini men o'tib beraman, 17 ming pulchaga agar belamiz bo'lib qolaman. 17 mingdan tani bermayman deyapman. Suriyadan deydilar. Darvozani so'raman dedi. 100 kam o'zi, darvozani o'zi. Rabzini sotib uchun mol sotmay qo'yganmiz. Bu tushunmaysan, rozimisan? Rozi qilib oling bo'ldi. Rozi bo'lsin, olma. Berish 100 kamni ham olasiz. Oybek, men yetiraman. 17 bo'ldi. Bo'yi 120. Necha pul deyapmiz aka buni? 15 million qilibdi bozor, 16 million so'm so'ramiz. Qaltarashga arzon bo'yadi bozor. Qatiqlar kompaniyasiga olib qo'ying bularni. Qancha qilyapsiz? Yomon bo'lmabdi. O'ziga yarasha bor. 14 million 200 ming so'mga berilmay turibdi. Bor baraka. Jaydarning jinnisi. Kinoga tushyapti. Buqa bozorda mol qimmat bo'lib ketdi. Navaga ichidamizmi? Bo'ldi. Davom etamiz. Nech puldan deyapsiz bular? 17 ta kam bor deyapsiz. Qimmat so'rayapsiz. 17 dan kam bor ekan.
Pul bo'ldi. Peshamiz makanimi? Nech pul deyapsiz? 16. Qancha qilibdi? Qancha qildi bozor? 14 million. 14 ga berasizmi? Bozor qo'yadi. 14 ga berasizmi aka? Hozir 14 beraman. Hozir 14 million tushib ketadi. 14 ga olib ketadi. Bir adam var ya. Bo'ladi 14 aka. 14 ga olib ketadi. Nima bo'lyapti aka? Ko'ngil topilmayapti. Qancha pul bor? Qancha pul bor? 15 million. 15 ha? Gamor qilaman. Bundan baraka topasiz. Davom etamiz. 14 millionga so'raldi, bera olmayapti. Nech pulga chiqdi aka bu? 16,5 million so'mga berilmayapti. Qancha bo'ldi? 17,700. 17 million 700 ming so'm bo'ldi mana shu. Bo'ldi. Emas, mana. Gadoy. Bozorda ustoz bo'ladi. Nech pul so'rayapmiz akamga? 20 so'rayapti. 20 million so'm. Yaxshi. Xo'p. Qani boqmalarni bormikan, boqmalar? Sog'lik. 17 dan nima o'tib berasizmi? Bering to'g'riga. Nimaga? Bering. 17 yarim ko'rishyapmiz. 15-20 atrofida bo'ldi. Aynan mana shu ish tomon bo'lgan ham bo'lib ketdi aka. Nech pulga chiqdi bu? 17 million 600 yaxshi. Bir xil savdolar bu. Kela bu ham ekranda turibdi. 17,5 dan bo'yapti berilmayapti. 18 ni ustiga ekan. Nech pul bo'ldi bu? Vashi malades bo'libdi. 16 million 500 ga baraka bo'lib ketibdi shu buqa. 120 atrofida bo'ldi. Ana ahvolni qaranglar, ahvolni. Nima bo'lgan bu? Bo'shalib bug'doy yeganmi yo bug'doy bilan boqqanmi buni? Axlatdan tushgan yemni qaranglar. Sotildi. Kim egasi? Nech pulga chiqdi aka shu? 20,5 pul. 20 million 500 ga berilmabdi mana shu buqa. Nech pul deyapsiz o'zi? 21 bo'lsa bor baraka deydi. 21 bo'lsa berardim. 20,5. Oh. Qancha bo'ldi? 22 million
22 milyon 600 ga barak bu. Ha. Boshqacha bo'lib qo'ygan-a? Gibridcha. Oldingizmi? Ha? Nima bo'ldi aka bu? Bo'ldi. Qanchaga? Bilmayman hozir. Boshimda og'riq yo'qdi. Sotdingizmi? Sotdingizmi? Qancha deyapsiz? Yo'q, mol o'ziniki. Boshni og'rityapsiz, sizniki ekan-ku. Security kamera. Piskentda gaplashamiz buni. Bu qalay ko'p? Boqmalar. Ko'ramiz. Ularni ham ozgina narx-navosini bilib o'tamiz. Bu bunoni qaranglar. Kimniki bu, siznikimi? Bizniki aka. Qancha bu? Ikkalasi sotildi bir joyda. Ketdimi? 64 millionga sotdi. 32 dan baraka bo'lib ketdi. Jon. Jurnalist bo'ladi menga, jurnalist. Ramiz aka, bu bozorda qurollari qara, setkalari qara. Bola zo'r beradi. Sen chiqaversin, har kun sen ko'raveradi. Senlar darobda narzida bor. Yo'q yo'qsa yoshga chiqar, yo'q yo'qsa. 64 million bo'libdi, ikkalasi ko'raylik. Mana bittasi. 1,5 metr bormi bu ham? Qaraydi, uchashdan o'tgan u. Necha pulga chiqdi bu aka? 25 million 500 ga chiqdi bu yerda. Yakunlaymiz videomizni. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.